Bir kebabmanmi? Uzr aka. Nezixon blogeru? Bloger. Yaxshimisiz? Blogerxon yaxshimisiz? Mana suvni ichib oling. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Qattamanman. Ishlamani eslolmayapman. Hech narsani eslolmayapsizmi? Yo'q. Reklama qilib qo'ysammikan? Siz reklamaga kelgansiz? Nimani reklamasi? Gap yo'q sizga, Nezixon, men sizni unaqa bloger deb o'ylamagan edim. Siz postga deb pul olgansiz, reklama qilib beraman deb. 300 dacha ham qaytarishingiz kerak. Yo'q. Ha? Hop, qilib beraman. Berasizmi? Mana ssenariy. Mana Patron Zu. Men teskari eshitaman. Buzmasmi? Yo'q, Patron Zu. Men o'qib bering. Men sizni bu yerdan olib turaman, xo'p? Ketdi. Sal uzoqroq oling. Bo'ling. Pulni olib qo'yingman. Mayli. Patronzu logistikasi Xitoydan elektromobillarga avtozapchast olib kelib beradi. Rastamoshka deklaratsiya Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri qo'lingizga yetib boradi. Patronzu kompaniyasi 6 yildan beri o'z faoliyatini olib boradi. To'xtang, manzilni aytmadingiz-ku, manzilni ham aytib keting. Xo'p. Ketdi. Navigatorda ham, Yandexda ham Abdulla Qahhor Qirtora deb yozsanglar, to'g'ridan-to'g'ri bizani ofisga olib keladi. Bo'ldimi aka? Bo'ldi, rahmat kattakon. Xo'p. Nima keluvdimmi hozir? Siz reklamaga keldingiz. Men ssenariy bitta o'qib bering. Ja qiziq odam ekansiz. Qayerga keldimmi? Yuring, oyoqqa o'tirib oling.